hurmatli o'quvchilar, sizlarga bitta savol beraman. Bugun qanday bayram? Juda to'g'ri topdilaring. Bugun butun dunyomizdagilar, butun mamlakatimizdagilar so'z mulkining sultoni, adabiyot gulshanining asoschisi bobomiz Mir Alisher Navoiy tavalludining 585 yiliga butun O'zbekistonimiz bo'ylab juda keng qamrovli kutib olinyapti. Bugun biz sizlar bilan mana shu bobomizni tavallud ayyomlari kuni munosabati bilan chiroyli tadbirimizni tashkil etdik va sizlar bilan mana shu bugungi tadbirimizni o'tkazamiz. Hammamizga ma'lumki, Alisher Navoiy bobomiz qachon tug'ilishgan? Juda to'g'ri topgan. Hozirgi Afg'on yerlari. Juda to'g'ri. Bobomiz 1941-yil 9-fevralda Nurot shahrida tavallud topishgan. Bobomizni juda ham yoshlik chog'laridan ham ularning oilalariga ilm ma'rifatli kishilar borishadi. Ularning xabarlaring bor, ular oila davrasida o'sha paytdagi g'azallar, she'rlar